Assalomu alaykum va rahmatullohi azizlar. Hammaga xayrli kun. Hozir siz bilan Umid Buxoriy Telegram kanaliga yuborilgan kun masalasini tahlilini ko'rib o'tamiz. Demak, boshlaylik. Bismillah. Masalamizning shartiga ko'ra, quyida keltirilgan sistemaga ko'ra B1, B2 hamda B3 lar geometrik progressiyani tashkil qilsa, B2 ni toping degan. Ya'ni ushbu geometrik progressiyamizning ikkinchi haddini qiymatini topishimiz kerak. Hamda bizada topishimiz uchun yana bir qo'shimcha ma'lumotlar berilgan. Ya'ni avvalgi 3 ta haddimiz kvadratlari yig'indisi 84 ga hamda avvalgi 3 ta haddimiz o'zini yig'indisi 14 ga teng ekan o'quvchilar. Biz shulardan foydalanishimiz kerak. Demak, ma'lumot o'rnida yozaman. Misol uchun B1 haddi quga ko'paytirsam, B2 hadd hosil bo'ladi. To'g'rimi? B2 haddni quga ko'paytirsam, B3 hadd hosil bo'ladi. Hamda yana bir qo'shimcha ma'lumot, B1 hamda B3 haddlar ko'paytmasi B2 ni kvadratiga teng bo'ladi. Ya'ni bu geometrik progressiyaning asosiy qoidasi o'quvchilar. Biz demak ushbu qoidadan foydalangan holatda yechamiz hozir. Birinchi haddimiz, ya'ni birinchi berilgan ma'lumot B1 kvadrati plus B2 ni kvadrati plus B3 kvadrati. B3 kvadrati teng 84 degan. Ayni bizada mana bu narsa bor. A kvadrat plus B kvadratni o'quvchilar A plus B ni qavs kvadrati minus 2AB sifatida yozsam bo'ladi. Shunga ko'ra, mana bu B1 hamda B3 kvadratlar yig'indisini, ya'ni B1 kvadrati plus B3 ning kvadratini o'quvchilar, men B1 plus B3 ning qavs kvadrati minus 2 ta B1 kara B3 deb olsam bo'ladi. Yaxshi. Ana endi topilgan har bir narsani o'z o'rniga keltirib qo'ysam bo'ladi. Hozir mana bu yerda B1 plus B3 o'rniga aynan B2 ga bog'lab topishim uchun mana bu yerda ikkinchi ifodadan foydalanaman. Ya'ni ikkinchi ifodadan B1 plus B3 ning qiymatini topadigan bo'lsam, 14 minus B2 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Xo'sh, mana shuni yozib o'tay. O'rniga qo'yaman shuni. Demak, B1 plus B3 kvadratini o'rniga, ya'ni B1 plus B3 o'rniga qo'yaman 14 ayrilgan B2 ni. Demak, n kvadrati ayrilgan 2 ko'paytirilgan. Mana bu yerda yozib o'tdik, B1 kara B3 nimaga teng dedik? B2 ni kvadratiga. Demak, 2 ko'paytirilgan B2 ni kvadrati. Demak, ushbu narsaga teng bo'ldi mana bu B1 kvadrati plus B3 kvadrati. Bu hozir aynan mana bunga teng, mana bunga teng. Bizda demak ma'lumot bor edi. B2 ni B1 kvadrati plus B2 ni kvadrati plus B3 ni kvadrati teng 84 ga degan. Hozir ana endi B1 kvadrati plus B3 kvadratini o'rniga biz mana ma'lumot qo'ysak bo'ladi. Demak, 14 ayrilgan B2 ni qavs kvadrati minus 2 ta B2 ni qavs kvadrati qo'shilgan B2 ni kvadrati teng 84 o'quvchilar. Tenglamani yechamiz. 14 minus B2 ni kvadratini qavsini ochib chiqadigan bo'lsak, demak 196 ayrilgan 28 ta B2 qo'shilgan B2 ni kvadrati ayrilgan 2 ta B2 ni kvadrati plus B2 ni kvadrati barobar 84 bo'ladi o'quvchilar. Ana endi bu ifodamizda B2 ni kvadratlari qisqarib ketadi. B2 ni kvadratiga B2 ni kvadratini qo'shadigan bo'lsak, 2 ta B2 ni kvadrati bo'ladi. 2 ta B2 ni kvadratidan B2 ni kvadratini ayrsam 0 qoladi. Ana endi minus 28 ni o'ng tarafga o'tkazsam, bu plus 28 B2 bo'lib qoladi. Keyin plus 84 ni chap tarafga o'tkazadigan bo'lsam, minus bo'lib o'tadi. Ya'ni 196 ayrilgan 84 bo'lib qoladi o'quvchilar. Demak, bundan kelib chiqadi 28 ta B2 barobar 196 dan 84 ayiradigan bo'lsak, 112 bo'ladi. Ana endi 112 ni 28 ga bo'ladigan bo'lsak, xo'sh, 4 bo'ladi. Demak, B2 imiz qiymat nechaga teng bo'lar ekan? 4 ga teng bo'lar ekan. Demak, javob necha? 4 bo'lar ekan. Ya'ni bizlarning masalamizning shartida aynan ushbu progressiyamizning ikkinchi haddini, ya'ni B2 ni qiymatini topishimiz kerak edi. Hamda biz ushbu progressiyamizni aynan ikkinchi haddini topdik. Demak, masalamizni tahlili tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz xursandmiz. Alloh o'zi xayrli qilsin. Keyingi kun masalasi, misol va masalalarni yechishlikda hamma bardavom bo'lsin.